bilan 2,5 ming dollarlik 100 Shotim 725 turibdi. Aha. 708 qaragan. E'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi vaqtda juda ham ko'p content makerlar Buldrop saytini reklama qilib, u qimor emas deb o'zlaricha haq bo'lmoqda. Men hayron bo'ldim, qancha pul ularni bunchalik vijdon sotishiga majbur qildi ekan. Video manfaatli bo'lgan, shuning uchun ko'proq odam ko'rish kerak. Like bosib, do'stlarga ulashib va albatta fikringizni kommentga yozib qoldiring va siz tanigan Buldropchi content maker albatta kommentga atmetga qilib qo'ying, o'zi ko'rib olsin. Bugun menga Buldrop sayti admin menga yozdi va shunaqangi hamkor bo'lmoqchimiz dedi va qiziqib qancha berasizlar deganimda menga YouTube uchun bitta videoga narx $250 va Instagramga bitta reelsga esa $150 berishni aytdi. Agar bir oyda Instagramga 10 ta, YouTube'ga 10 ta video qiladigan bo'lsam, menga bir oy uchun Buldrop sayti $4000 berar ekan. Lekin bizda vijdon bunaqa arzon emas. Lekin ba'zi bir qo'shnochidagi content makerlar vijdoni shunaqangi arzon ekan, shu $4000-5000 ga vijdonni sotib, bemalol qimormas deb o'zini oppoq qilib qilishyapti. Lekin biz unaqa emasmiz, chunki biz kam bo'lsa ham halol tarbiyamiz. Agar sizga halol yuzga kerak bo'ladigan bo'lsa, profilda silka bor, bemalol 100 mingga yozib olishingiz mumkin. Sizga do'stlar maslahatim harom hech qachon yuqmagan va Buldrop sayti agar foyda qilmasa, bunchalik katta pul bermaydi.